Do'stlar, mana bugun navbatdagi mijozimizga Shinniret 30 qo'shib olan zavod sigarisini xarid qildi. Akamiz Samarqand viloyati Narpay tumanidan keldi. Akam o'zining fikrini so'rayman, qancha vaqt ishi bitdi. Aka, tabriklayman. Yaxshigina xizmat qilsa mashinani kalti mana. Rahmat. So'rayman fikrini akam o'zidan. Hurmatli mijozlar, meni Sirdaryolik bolalar o'z so'zida turar ekan. Mana 2 soatda hamma ishimiz hal bo'ldi, dokumentlar ham hammasi yaxshi bo'ldi. Sizlarga ham tavsiya qilamiz kelishlaringizni. Mana tabriklayman yana bir. Yaxshigina xizmat qilsin aka mashina. Xuddi shunaqa modellar kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, past nomer qoldiramiz. Har doimda Shinniret Sirdaryo obunachilari akalar aktiv bo'lib turasizlar. Polnimak benzin bizdan bo'ladi, videoning davomi ham bo'ladi. Shunga yarasha aktiv ko'rsatasiz akalar. Do'stlar, jo'natib qo'yamiz videoni. Hammaga rahmat. Har doimga videoning davomi bo'ladi. Mana zavod sigarasiga benzin quyib beramiz. Nechta quyib beramiz akalar. Ketganicha. Chiqqanini quyib beramiz mana. To'g'ilama nechta to'g'ilsa farqi yo'q. Qo'yib. Mana. Tog'amga. Tog'a nechtani benzin quyib beramiz, shu yerda ishlaysiz-ku. Polni bak, yani polni bak. Ketgancha. Yana to'xtang, yana ketmaymi hali? Ketsa quyavering. To'xtang, bir urib ochib-ochib. Kapanlikni ham quyib beramiz. Ha, bu. Ha, mana. Ketyapti. Netlarimizga har doim